Keyin bu choperlarning vazifasi ko'p. Buni qo'ysanglar, choper vazifasini bajaradi. Bunisi esa terka va kesib berish funksiyalari bor. Osongina ishlaydi va tez bitadi. Bizda hozir miyasasi gribam tayyorlaymiz. Gribilarni mana shunday tez to'g'rab olaman. Bu hozir nimalar qilishadi? Soatlab to'g'rab o'tiradigan ishimni sekundda bajarib tashlayapti-yu. Voy, buni olmasa bo'lmaydi. Voy, вообще zo'r kesib berdi. Miyasasi gribamga yog'ni kamroq solamiz. Miyasasi gribam qilayotganda men bonfile bilan ishlayapman. 10 minutda go'shtim pishadi. Agar sizlarda boshqa go'sht bo'ladigan bo'lsa, go'shtni oldin obdan yaxshilab pishirib olasizlar. Bonfile bo'lgani uchun go'shtim tez pishdi. Endi gribini solamiz. Gribi suvi chiqib, suv tortilguncha qovurib pishirib olamiz. Ishim oson bitishini bilganimda vaqtli robot texnikani olardim. Nima salat qilyapti deb o'ylaysizlar? Selyotkalarni to'g'rab olamiz. Salatlarimni to'g'rab olgunimgacha gribi bilan go'sht pishdi. Fileski solamizda souslarni yetiltirib olamiz. Tuz va murch solamiz bo'ldi. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Tegini o'chirib qo'yaman. Endi salatimni yig'ib olaman. Restoran taomi miyasasi gribam. Shu salatimiz ham tayyor bo'ldi. Buni albatta tayyorlab yeb ko'ringlar, mazasi o'sha og'zingizda qoladi.